Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bugun mana Namangandagi Sohibjon akamizning xonadonlariga kelganmiz. Bu joyda ko'plab qushlar, navlari, turlari bor ekan. Birin-ketin sizlarga shularni obzorini qilib, va narxlarini ham ko'rsatib chiqamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, kelinglar. Yaxshi keldinglarmi? Charchamalarmi? Sizlarga rivoj. Aka, bir qator o'zingiz tushuntirib beraverasiz. Rahmat, bemalol, xudo xolasa. Qushlarni Biz ko'rsatib. birinchi navbatda ko'pchilik qiziqishadi qushxonalarga. Qushxonamizni qurilish jarayoni, razmerlari haqida, qafaslar haqida ma'lumot berib o'tamiz birinchi o'rinda. Bu qushxonamiz asosan yozgi va qishki holatlarga mo'ljallangan. Qushxonamiz uzunligi 10 metr, eniga esa 3 metr. Qafaslar 1 metr 1.20 dan qilib qilingan. Asosan bu yerda mayda qushlar boqiladi. Katta qushlarımizga boshqa joy qo'yilgan. Shuning uchun setkalari ham ingichkaroq. Birinchi mana qushimizga e'tibor bering. Mana bu qushimizga e'tibor bering. Juda ham ko'pchilik seleksiya qilishadi. Bu seleksiyada asosan o'zimizning norchi savaga oddiy kanareyka qo'shganmiz. Hozirgi kunda bu savamiz mana kanareykamizga tuxum qo'yishni boshlabdi. Mana jarayon tuxum qo'yishdi. Bu asosan qushlarni sayroq qilish jarayoni, sayroq qushlar chiqarish jarayoni, gibrid deb ataladi o'zimiz so'zda. Qushlarimiz asosan bu yerda pelchiklar, karella, andorka papugaylarimiz bor. Mana ularda. Andorka sariq papugaylarimiz, andorkalar deyiladi. Bu yerda pelchiklar bor, yana bolalarga bolalar chiqqan. Bolalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bolalarni sotib oladi. Bu aratincha qushimiz. Asl necha puldan? Pelchilarimiz 250 ming, 300 mingdan bolalari. Aratinchalarimiz ham xudo xolasa ko'payib qolishyapti hozir. Bular qanchadan aratinchalar? Aratinchaning bolalarini asosan ruchnoga deyishadi. Qo'lga boqish uchun sotamiz. Ular $130, $150 atrofida bolani sotamiz. Menda mana ko'pchilik qiziqadi, qumri degan qushimiz bor, oq qumri. Bu qumrimiz ham xolasa tuxum qo'ygan, hozir tuxumi bor. Ancha qo'lga o'rgatilgan yuvosh qushlardan bu. Tuxumlari yana bor tomonda. Yana keladigan bo'lsak, bu yerda amadinalar, resivi amadinalar, Bular qanchadan? Resivi amadinalarimiz bor. Resivi amadinalarimizni bolalari 150 mingdan tortib 400 ming, 500 minggacha sotiladi. Mana bu yerda ham aratinkamiz bor. Bu ham tuxum qo'yayotgan hozir. Bu radishniy papugaylarimiz. Bular qanchadan? Andorka papugaylar. Radishniy papugaylarimizni donasi 150 ming so'mdan, andorka papugaylarimizni ham 150 ming so'mdan qilib beraveramiz. Andorka papugaylarda zangor, sariq, oq, ko'k ranglari bor hozirgi kunda. Bolalar turgan sotuvdagi qushlarimiz. Bu yerda ham pelchiklar, andorka papugaylar, har xillari bor. ajrelalarimiz bor bu yerda. Ajrelalarimizdan bolasi yaqinda sotdik. Yana bola tuxumi bor, xudo xolasa tuxumdan chiqib qolsa sotdik. Bular qanaqa qushlar Hop, endi? bu joylarimiz asosan yozgi joylarga moslashtirilgan. Bu yerda karellalar yashaydi. Asosan karellalar biz bilamiz, Avstraliyaning cho'llarida yashaydigan qush. Bizning iqlimimizda shu yozgi jarayonda yaxshi ko'payadi. Dubayskiy deyiladi. O'sha asosan oq dubayskiy karellalarimiz hammasida bolalari bor. Bu yerda nimalarga obunachilaringizga qiziqda, hali ko'pchilik aytishadi, dubayskiy karellalar bolalamaydi. Uni bolasini surish kerak deyiladi. Yo'q. Bular astoydil mehr bilan boqsangiz, ular hammasi o'zi bolalaveradi. Hozir sizga ko'rsataman. Mana ko'rsataymi mana bolalarni mana. Bu yerda 4 ta 5 ta bolasi o'zi katta qilib uchirma qilib qo'yibdi mana bolalarni. Zo'r aka. Bular qanchadan dubayskiy karellalar? Hop, dubayskiy karellalarni 150 ming so'mdan beraveramiz. Xohlasin hozir olib ketsin, ruchnoy qilaman deb, xohlasin uchirma bo'lgandan keyin olib ketsa ham qilib beraveramiz. Bu joyda polni hammasi shu karellalar hisoblanadi. Mashq qator shu 12-15 par karellalarimiz hozirgi kunda hammasi bo'ladi. Hammasini o'sha bolalari bor hozir hammasini. Demak, karelloda sal issiqroq sharoitda. Karello asosan issiq sevar qush. Masalan,
yozgi issiqda ham bolalashligi mumkin deb salqin joyga olib kirib qo'ysangiz, bularni tabiatdan hurpayib holatda biz xuddi kasalga o'xshab turaverishaveradi-da bu. Aslida unday emas. U aslida yozgi chilla paytda ham yaxshi ko'paveradigan qushlar mana. Bu yerda o'zimiz o'sha oq sariqdan kelgan karillalarimiz bor. Bular qanchadan? Bular bolalarni 100 ming so'mdan qilib beraveramiz. Ovqatiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda suv, asosan makka, bu guruch, ko'kat, tuxum, yana pishinot deb ataladi. Tariximizning mag'zi, tariq, simichka shularni berib boqamiz bularni asosan. Mana shular orqali ham ko'paytiriladi yoki yoki o'sha oziqalantiradi, ham ko'paytiriladi. Bu yana yozgi joylarimiz. Bu yerda maskalarni qo'yganmiz. Zolotiyskiy maska, Fisher maskalarimiz hammasidan bor. U tomonda Pyostri razdelda ham bolalab turibdi hozir. Shu nech puldan ekan shu qushlarki? Bu qushlarimiz 400 ming, 500 ming parasi. Bu Pyostri razdellar deyiladi. O'sha 1 million atrofida turishadi. Bu tomonda ham karillalar. Pokistonga o'xshaydi. Bu yo'q, o'zimiz eng oddiy qoroyoq, eng oddiy karillamiz. Bu bolani zo'r boqadi. O'zimiz oddiy qadimdan kelib kelgan o'sha tabiatda asosan karilla shu rangda bo'ladi. Faqatgina boshqa ranglar, mana oq, boshqa ranglari insonlar tomonidan seleksiya qilib chiqarilgan turlar hisoblanadi ular. Mana bu yerda ham turibdi. Mana bu yerda qumrularimiz bor yana mana bu yerda. Ichkarida ko'ruvdik. Ichkarida ko'ruvdik. Mana bu ham tuxum bosib yotibdi ekan. Bu karillalarimiz. Qumrular qanchadan bular? Qumrularni bolasini asosan 100 mingdan sotamiz bolalarni. Shu 100 mingdan sotamiz. Mana bu yerda masalan yana qumrularimiz bor. Buni ham bolasi turibdi. Mana bunda qarasangiz bola ochgan bu ham. Buni ham bolasi bor. Keyin mana bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ko'rsataman. Keyin serberistik fazan bo'ladi. Shu 3 yoshda voyaga yetadi. Buni o'zimiz oddiy tovuqchalarga qo'yib jo'jalarni chiqazdirganmiz. Bu jo'jalari mana serberistik fazanning jo'jalari. Mana. Bular qanchadan? Endi bular narxini chiqarsak, xudo xolasa qiziqqan odamga beraveramiz buni ham. Bundan yana chiqyapti. Bu ma'lumotni aytib ketishimiz mumkinki, bu yaponchaga nimaga qo'ydingiz deganda katta tovuqlar ochib chiqa olmaydi-da buni. Chunki bu 26 kun, 27 kunda tuxumdan chiqadi bu jo'jalar. Bizi tovuqlarimiz 19, 20 kun, 21 kunda chiqadi. Lekin bular shu 26-27 kun atrofida tuxumdan chiqishi uchun yaponchalar sabrliroq bo'ladi. Shu tuxum bosgani bemalol bosib chiqishadi. Tushunarli aka. Bu qushxonalarimiz asosan mayda qushlarga mo'ljallangan. Bu yerda asosan yaponskiy amadinalar, guldalar boqiladi va ko'paytiriladi. Bu qushlarimiz hozir ko'payish jarayonida, parlashtiryapmiz hozir. Kanareyka, yaponskiy amadinalar, guldalar qo'yilgan. Hozir mana bitta ajoyib chiroyli rangisi bor ekan. Aka, bular qanaqa bu? O gulda deb ataladi bular. Asosan gulda. Bu yerda hozir limonli guldaga переводный guldani aralashtirganmiz. Ana bunisi limonli. Limonisi переводный deyiladi. Ular moslashtirganmiz. Ular juplash jarayonida bu nima degani qonuni yangilab seleksiya qilyapmiz-da bu yerda. Boshqa qushlarimiz bularni boqadigan shu boqishga, bola boqishga yordam beradigan enagalari bular. Bular o'zlarini ham ko'paytirsa bo'ladi. Bozorda buni o'zlarini 150 mingdan, bolalarni 40 ming, 50 mingdan olishadi. Yaponskiy amadina deyiladi ular. Ulardan. Shundan bor ekan kelib qaranglar. O'sha bir jupdan qo'yilgan. Qafasning o'rtasini olib tashlasangiz, ikki jupga moslashilgan bular. Qafaslarni olib kelganmiz shu 503 model deyiladi. Ahamiyat bersangiz, oyoq bir-biriga tushadi. Joy o'g'irlamaydi. Bemalol boqsa bo'ladi. Gnezdolarini ham o'sha moslab qilganmiz. Bemalol olinib, ishlari to'rlanib oladigan qilib qo'yganmiz. Bu guldalar narxlari qanaqa bo'ladi endi? Hop, guldalarimiz hozirgi kunda переродный ranglarimiz 800 mingdan bir jupi 1 milliongacha bo'lyapti. Limonlilarning parasi 1 milliondan hozirgi kunda shu 1,5 milliongacha bor. Va hozirgi kunda boshqa turdagi qushlar ham, shu guldalar boshqa xillari ham, svetniy, siniy degan turlar ham O'zbekistonga kirib kelgan hozirgi kunda. Xudo xolasa aloqaga chiqiladigan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqiladigan bo'lsa, xudo xolasa ularni qilib boqishlarni, shu kanallarimiz bor. Masalan, diyor.tv kanaliga ham kirishsa,
Po'ng mashq qushlar haqida ma'lumotlar, uyani qanday qo'yish, oziqalar qanaqa berish, uni biz obunachilarimizga qo'yib boramiz. Qadrdonlar, mana diyor.tv degan YouTube'da kanallari bor. O'zlarini shu qushlar bo'yicha to'liq ma'lumotlarni ham hatto kirib olsangiz bo'ladi. Ekranda bir qator akamizning nomerlarini ham qoldirib ketamiz. Agar qiziq bo'lsa telefon qilsalaringlar, chiroyli qilib beradilar. Narxlarni ham kelishtirib berasiz, xudo xolasa chiqsa. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, shu Zoobzor kanali orqali keldik deysa, skidkalarni ham, bonuslarni qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin.